Demak, bugun shaxmatni qanday o'ynash bo'yicha kichik bir master klass tayyorlashga qaror qildim. Qo'lga kelgancha tushuntiraman. Birinchi o'rinda piyoda. Piyodalar har doim birinchi qatorda. Piyoda aynan mana shu turgan joyda faqatgina 2 qadamgacha yurishi mumkin. Ya'ni 2 katakgacha. Undan u yog'iga faqat 1 katak bilan yuradi. Agar siz mabodo o'sha turgan joyida 1 qadam yursangiz bo'ldi, siz 2 katak yura olmaysiz. U yog'iga yana 1 katak yurib ketaverasiz. Lekin agar mana shu turgan dastlabki holatida 2 qadamgacha yurishingiz mumkin. 2 katakgacha. Piyoda har doim raqibini olayotgan vaqtda, misol uchun mana ot turibdi deylik. Burchak, u faqatgina burchak tomondan oladi. Piyodalar faqatgina burchak tomondagina oladi. Piyodalar hech qachon orqaga yura olmaydi, buni iloji yo'q. Faqatgina oldinga. Olishsa esa burchakka, o'ng yoki chap. Orqa tomonga yurishning iloji yo'q. Va bizda keyingi dona bu ot. Ot har doim G shaklida yuradi. Ya'ni G qanday shakl desa, u kiril alifbosidagi G harfi. Misol uchun mana bunday. Mana shunday yuradi. O'sha raqibni olishda ham aynan mana shu shaklda oladi. Misol uchun bu yerda piyoda turibdi. Piyodani olish kerak. Ot bu yerda. Mana shu aynan kiril alifbosidagi G shakli orqaligina o'z raqibini yengadi. Otni afzal tomoni xuddi shu. U G shaklida boshqa bir donani ustidan ham sakrab o'tib ketaverishi mumkin. Unga farqi yo'q. Uni afzalligi shunda. Demak, bizda yana bir donalardan bittasi bu to'ra. Ya'ni xuddi minor shakliga o'xshab ketadigan to'ra. U masofa tanlamaydi, lekin tomon taraf tanlaydi. U oldinga yurishi mumkin, o'ngga, chapga yoki bo'lmasa orqaga yurishi mumkin. Umuman hech qanday masofa farq qilmaydi. Lekin u burchak tomonlarga yura olmaydi. Mana shunisiga e'tibor berish kerak. Umuman burchakka yura olmaydi. U faqat oldinga, orqaga, chapga, o'ngga mana shunaqa yura oladi. Raqibini olishda ham xuddi shu. Uni asosiy afzalligi shunda. Keyin bizda fil bor. Fil to'rani mutlaqo teskarisi. Ya'ni u ham masofa tanlamaydi, lekin tomon taraf tanlaydi. U burchak tomondagina yura oladi. O'ng, chap, orqaga mana shunaqa faqatgina burchakdan yuradi. U oldinga, orqaga, o'ngga, chapga yura olmaydi. Raqibni olishda ham xuddi shu. U faqatgina burchak orqaligina o'z raqibini olishi mumkin. Boshqachasiga ola olmaydi. Bizda yana bitta dona bu malika. Ba'zilar ko'pchilik farzand deb yozib qolgan nomini. Farzand. U na tomon taraf va na masofa tanlaydi. U xohlaguncha xohlagan tomoniga yurishi mumkin. Raqibni olishda ham xuddi shu. Aynan bu yerda farzand eng kuchli dona hisoblanadi. Mana shuni e'tiborli bo'lish kerak. Har doim o'yinda farzandni ehtiyot qilish shart. Va bizda eng kuchsiz va eng bechora bo'lgan shaxmat donasi bu shoh. U faqatgina bir katakkina yurishi mumkin. Ya'ni u xohlagan tomoniga yura oladi, lekin faqatgina bir katakkina. Raqibini olishda ham xuddi shu. Boshqachasiga u afzal emas. Ya'ni afzal tomoni yo'q uni. Mana shugina afzal tomoni bor. Albatta shaxmat o'yinida eng asosiy g'oya bu shohni yo'lini to'sish, unga yo'l qoldirmaslik. Shoh va mot qilish xullas. Asosiy maqsad shu. Barcha donalarni o'sha yurish tartibini, raqibini qanday olishni tushuntirib berdim.